Akalar hammaga assalomu alaykum. Bugungi xizmatimizda Chevrolet Cruze koreyskiy. 1.4 motor bo'ladi, turbina. Bo'yapgan muammosi bizda mana ko'rishingiz mumkin. Turbonadov kashka berib qo'yapti. Oldingi holatida birinchi injektorga mashq berib qolyapti. И плюс mana низкое напряжение, температура датчика воздуха на пуске mana. И плюс mana датчик функционирование датчик турбины mana. И низкое напряжение типи датчик turbonadova deyapti. Bo'yapgan muammosi bizda nimadan chiqdi? Akamizda qaltirash bor edi. Siltab qolyapti turibdi akamizni. Akamiz bo'lib ham mehmonlar. Hop. Akamizda mana bitta nimasi kislorod datchini ham teskari ulangan ekan, bu birinchisi. И плюс akamning injektorlarida ham mana sim olib chiqilib ulangan ekan impulsini. Buni uzib tashlaganmiz, hozir zavodga olib tiklab qo'yganmiz. Tomoni bo'ldi. Akamda keyin mana turbonadovni mana datchik nadova deydi bunikini, основной. Mana mashina narsa bizda ketib qolgan ekan. Bu o'z eskisi. Hozir bunda mana tikushi turib qo'yapti ashibkamiz. Endi hozir buni chiqarib turib, Boburjon, shuna joyiga ulandi. Bu olib kelgan boshqa datchigimiz, xudo xolasa. При том, что проводкасini tekshirdik. Проводкасы zo'r ekan, xudo xolasa. И плюс akamizga datchini tavsiya qildik olishni. Xudo xolasa qo'ydik. Mana shu datchigimizni hozir bunda tikushi yonib qo'yapti. Sirazu uzib turib, nargi yangi qo'yilgan datchini qo'ysak, mana hozir ashibkalarimiz tikushidan mana saqlanib bo'lib qo'yapti. Ko'rishingiz mumkin mana akalar. Mana низкое напряжение o'chdi. Hop, bunda ham mana низкое напряжение tipi datchik turbonadov bu ham o'chdi. Hozirgisi mana datchik turbonadov hozir turibdi. Bu ham zamon ochib o'chirganimizdan keyin o'z ashibkasi sirazu o'chadi tikushida. Bizda hozirgi holatda ikkalasi tikushi bo'lib qoldi mana shu narsalar. Qolganlari mana низкое напряжение datchik kislorod 2, низкое напряжение bo'lani xudo xolasa programmani часть orqali akamizga darabotka qilib Euro 2 standartga qo'yib, и плюс akamiz ограничениeni olib bering deganlar uchun ограничение ham nasib qilsa olib beramiz xudo xolasa. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, imkonlaricha o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringizni xudo xolasa sifatli, garantiyali qilib berishga harakat qilamiz akalar. Xizmatlar bo'yicha aloqadamiz akalar. И плюс aytib o'tishingizdan chiqibdi, qo'llab-quvvatlab turishingizdan chiqmasa akalar. Har doimgidek sizlar uchun xizmatingizda Xurshidbek avtodiagnostika, chip tuning o'z xizmatingizda akalar. Behijolat xizmatlar bo'yicha aloqa qilib berasizlar.